Bo'ldi jigarlar, mashg'ulotlar tamom. O'rtoqlik uchrashuvlari hammasi tugadi. Endi bu yog'iga jiddiy o'yinlar, rasmiy o'yinlar boshlanadi. Bu videoyimda o'sha rasmiy jiddiy o'yinlarni qaysi kunda bo'lishi, qaysi vaqtda bo'lishi hammasini aytib o'tib ketaman. Like bosinglar, bolalar, repostrelka bosinglar, podpiska bosinglar. Ko'proq iltimos qilaman, ko'proq realchilarga jo'natib tashlaylar. Qani ketdi. Bizning sevimli jamoamizda La Ligadagi birinchi rasmiy o'yini Espanyol klubiga, Kataloniyani Espanyol klubiga qarshi bo'lib o'tadi. 22-avgustdan 23-avgustga o'tar kechasi tungi soat 00:30 da mehmonda o'yinimiz Espanyolga qarshi. Undan keyingi uchrashuvimiz jonajon Santiago Bernabeu stadionimizda bo'lib o'tadi. 26-avgustdan 27-avgustga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da Real Sociedad klubiga qarshi bo'ladi. O'z uyimizda kutib olamiz Real Sociedad klubini. Va nihoyat jamoamiz Real Madridda avgust oyidagi oxirgi o'yini Malagaga qarshi bo'lib o'tadi. 30-avgust kuni soat 20:00 da Santiago Bernabeu stadionida Malagani mehmon qiladi jamoamiz Real Madrid. Bu 3 ta o'yinda, avgust oyidagi 3 ta o'yinda podrяд g'alaba qozonishimiz kerak, shart va majburimiz. La Ligada boshlanishidan sirazi qoqilish kerak emas. Xudo xohlasa bu tarkib bilan jamoamiz Real Madrid sovrin yutmasa, o'sha aytgan gapim men уже lug'atimda so'z qolmaydi. Shuning uchun bu mavsumga jiddiy yondashish kerak. Bunaqa tarkib bilan sovrinlarni taxlab tashlash kerak. Jigarlar, videoni polniy realchilarga tarqatinglar. Avgust oyidagi o'yinlardan bexabar bo'lib qolishmasin. Qolgan oydagi o'yinlarni keyingi oyga o'tganimizda xudo xohlasa ma'lumotini beraman. Chempionlar Ligasi ham yaqin. Sentyabr oyidan yana o'yinlar qo'shiladi. Like bosinglar, repostrelka bosinglar va kommentariyaga o'zingizlarning izohinglarni qoldiringlar. Podpiska bosib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Madridistlar, jamoamiz Real Madridga omad.